Al-Vadud, barchaga yaxshilikni ravo ko'ruvchi. Alloh taolo solih bandalarga yaxshilikni ravo ko'radi. Ularni sevadi. Ularni o'ziga yaqinlashtiradi va ulardan rozi bo'ladi. Alloh taoloning Al-Vadud sifati yaxshi ko'ruvchi, yaqinlashtiruvchi, eshituvchi va ijobat qiluvchi degan ma'noni anglatadi. Ushbu ism Qur'oni Karimda 2 o'rinda kelgan. Albatta, Robbim rahimli va shafqatli zotdir. Hud surasi 90-oyat. Va u mag'firat qiluvchi, muhabbati zo'r zotdir. Buruj surasi 14-oyat. Agar banda ushbu ismning ma'nosini haqiqiy ma'noda bilsa, uning asorati o'sha bandaning aqidasi, tafakkuri, suluki va hayotining barcha jabhasida namoyon bo'ladi. Alloh bandalarga vadud, ya'ni yaxshilikni ravo ko'rishini his qilgach, hayotini baxtli o'tkazadi. Allohning barcha maxluqotlariga muhabbat paydo bo'ladi. Iymonda bo'lmaganlarning hidoyat topishini, gunoh qilib yurganlarning tavba qilishini istaydi. Demak, inson uchun nima bo'ysundirib qo'yilgan bo'lsa, mana shu Allohning al-Vadud sifati bilan yaxshilikni ravo ko'rgani tufaylidir.